Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Sardar Blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, molish qozlari. Akalar, bizga bir ajoyib lifehack to'g'ri kelib qoldi. Inshaalloh, hop bir dehqon akamiz mana shunday xunojilarni yemlar ekanlar. Yemlab, tayyor qilib, hop qassobbob qo'yar ekanlar, lekin eng asosiy jihati bor ekan akalar. Hammani oyog'idan chalinayotgan joyi. Shuning uchun videoni oxirigacha kuzatib, like bosib, yaqin birodarlarga padlisak urib tarqatib tursang, bular haqida ma'lumotni shaxsan dehqon akamizning o'zlaridan olib berishga harakat qilaveramiz. Inshaalloh chog'lamamizga hammamizga baraka bersin. Bugun Saidul Ayyom, juma. Hop, bu video qachon chiqadi lekin bilmayman. Yaxshilik kunda kimgadir foydamiz tegib qolsa, inshaalloh bizning maqsadimiz xolis. Bugungi sanalarimizni ham aytib ketaveramiz. Bugun sanamiz hop 8-mart juma kuni, Saidul juma. Hammangizga juma yomingiz qutlug' bo'lsin. Lekin qachon chiqadi video bilmaymiz. Shuning uchun like bosib turing. Xo'p, assalomu alaykum. Aka, charchamaygina. Tuzuymisiz? Ahvoli yaxshimi? Charchamay. Tuzuymisiz? Ahvollar. Bardamgina, baquvvatgina. Ha, rahmat aka, ayyomlar bilan. Tuzuymisiz? Xo'p, aka, endi bu sirda masalan endi ko'pchilik bilmaydi-da, hamma akalar ichki tashqi parazitiga masalan doktordan maslahat olib yoki boshqa qilib ko'pchilik bu amalni qo'llaydi. Birinchi o'rinda hayvon yemlashda oldingi siri akalar ichki tashqi parazitdan tozalab olishda, to'g'rimi aka? To'g'ri. To'g'riga maslahatni berib ketamiz bugun. Qo'ldan kelgancha aka siz ham endi o'zingizda haligi nimasi bu narsani o'rgatsa, kimgadir foydasi tegib qolsa, inshaalloh yaxshi kunda turibmiz. Kimdir foydalansa, yaxshi akalar. Xo'p, shuning uchun hop ko'pchilik ichki tashqi parazitdan to'kkani ukol qiladi yoki o'sha kimyoviy vositalardan foydalanadi, lekin akamiz tabiiy yo'lini topgan ekanlar. Tabiiy yo'li. Hop, aka, nimadan boshlaymiz-da endi? Hop, bu xalqimiz o'zimizni mana shu ko'rib yurgan sizni obunachilaringiz uchun hozir o'zim chiqib ataylab aytdim sizga. Bu narsani amalda sinab ko'rganligim uchun. Hop, buni tabiiy yo'li mana shular kelgan, mana 10 kunlik bo'ldi, 15 kunlik shunaqa atrofda. Ha, 10 kun, 15 kun chiqqanda bitta akamiz kelib iltimos qiluvdilar, olib bergandi. Ha. Meni tanishsa yana tag'in nima qilishadi? Mana shu mollar keldi, kelgan kundan boshlaganman. Vermek unaqa narsalar emas. U o'shandan qilardim ilgari, boshqa istedi o'ylab topdim. Mana ko'zlariga ko'rsataman hozir. Qani, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu qurtlar mana. Mol ichida qurtlar mana. Axlatning ichidagi akalar qurt mana. Ko'rib turganingiz. Mana. Buni tushirishdi mana tabiiy haligisi qiynalmanlar, oson. Molni och qo'yib ber, boshqa qil, qiynalmaysizlar. Bu sizlar uchun maxsus ataylab o'zim ishqiboz bo'lib aytdim. Mana qurtlar. Birodarlar. Mana shu bugungisi. Har kuni tushadi, lekin bu ukamiz har kuni bo'lmaydilar. O'shanga hozir qiziq ustida bo'lib ketdi-da. Yetkazib qo'yish maqsadida qalbimizdan chin dildan ilindik. Mana qurt zotlar mana. Hayvonni yeya turgan narsalar. Mana Xudo xolasa inshaalloh. Ichki parazitlar. Mana bu olib qo'ygani mana yangi nima qilgani. Hozir chiqqanini ham ko'rsatib qo'ying. Bismillah. Mana ozgina tushdilar. Mana hozir mana shu moldan tushdi. Mana ko'rdilaringmi? Hovlisi 1 soatcha oldingizda mana yangi mana 3 minutligi. Video olishni boshlaganimizdan keyin ko'zim tushib qoldi bunga mana. Ko'rdingizmi ukam? Mana shu qurt bo'ladi. Mana shu narsa akalar molni ichidan yemirib keladigan narsa. Hali insonda ham ichidan husumat bilan g'arazlik yesa, molni hayvonda akalar mana shu ichki parazitlari ichidan yemirib boradi-da. O'zgarishi qiyin bo'ladi molni. O'ziga olishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun oldin birinchi o'rinda ichki tashqi parazitlardan tozalab olish maqsad bo'ladi. Endi kimgadir jirkanch uylar yoki boshqa, lekin bu ochiq haqiqat qishloq sharoitida. Shu aka, mana shunday ichki tashqi parazitidan tozalash uchun, molni masalan shu narsadan haqiqiy xalos qilish uchun qanday yo'li usuldan foydalanasiz? Buni yo'lini oddiy o'ylab topdim. Buni ko'pchilik aytgan, ko'pchilik qilgan, lekin bunaqa qilib ko'zi bilan ko'rsatib qo'ymagan. Endi ko'zi bilan ko'rsatib qo'yish uchun yetalab kirdim sizdan. Ha, joningiz sog' bo'lsin aka. Faqat rahmat. Qalbdan yaxshilik uchun. Buni sababi oddiy oltin gugurt. Oltin gugurt. Aptika dog'isi emas. U 30% bo'ladi aptika dog'lar. Dalalarda fermerlarga borilsa bekarga ham berishadi buni. Olib kelib qo'yganman bir paqir o'zim.
kichkina shakar qoshiq bor-ku. Shakar qosh. Yosh bolalarning qoshig'i, ashunda har kuni ertalabkisiga bir qoshiq qancha yem berilayotgan bo'lsa, ash yemiga qo'shib yedirindan bir haftada natijasini ko'rindan. Qurti bor bo'lsa mollaringda, yo'g'iga ham, boriga ham beraverindan. Qurti bor bo'lsa, bir haftadan keyin 5 kundan o'tgandan keyin shuna qurt chiqishni boshlaydi bu. Men buni shaxsan o'zim ko'zim bilan ko'rib, amalda ko'rsatdim. Mana videogacha, isbotigacha ko'rsatib qo'ydim. Isbotlangan narsa. Bundan hech narsa umidvor emasman. Duo qilsa bo'ldi. Biz mana shu ishni boshlag'anmiz, Xudoga shukr. Shu ishning orqasidan rizqimizni teryapmiz. Oldingi naqada bir aligida 800 ming so'mdan o'yiga qoladi dedik. Mana o'sha partiya gapirgan partiyamizda 7 million 400 ming bo'lgan eng balandi, qaysi 5 million 600 ming deganman. 7 million 400 minglik mol 10 million 700 mingga sotildi. 63 kunda olib chiqib ketildi. 63 kunda. 600 mingdan oyiga 1 million 200 ming yedi. Hisoblab olavdi. Boring 1 million 300 ming dinlar, mayli yana jicha-picha qo'shaylik. 1 millionni oyiga mol tashadi. 800 mingdan desam kommentariyasida bir kun o'qib qolib, uncha qiziqavermayman-ku. Ya u ertah degan gaplar aytib biz dehqonmiz, birodarlar. Biz shunchaki so'rashuvdi, iltimos qilishuvdi, aytuvdik. Bo'layotgan narsani qalbdog'ini aytamiz, boshqasini aytmaymiz. Aka, bunday qilsak-da, shu ishonchsizlik uchun yoki boshqa uchun bo'lmasligi uchun haligisiga nomeringizni qo'yib ketsak, mabodo maslahat kerak bo'lsa, masalan, mana shunday nima haqiqatan necha kun beraman deb so'rab, o'zingizdan shaxsan o'zingizdan ma'lumot olishmoqchi bo'lsa, telefon nomeringizni qo'yib ketsak, telefon orqali ma'lumot berilaveradimi aka? Beraman, faqat bitta sharti bilan. O'tgan safariga o'sha yozuvimizda ustachilikda aytgandek, molxonaning ichida o'zimiz qurdik ham aybini topildi dedik. Endi kamchiliklar bor ekanda, biz prosta usta kalla bilan qurganmiz. Ichida mol boqish bilan qurmagandik. Endi ichida mol boquvdik, kamchiliklarimizni ko'rdik, biz kamchilik qurib beramiz. Haligi molxona quradiganlarga dedim. Ko'pchilik telefon qildi, faqat ishimga xalaqit qiladigan vaqt bo'lib qoldi. Shuning uchun shom namozini o'qib, telefon qilsa har qancha ma'lumot keraksa, xufton namozigacha beraveraman. Xufton namozi shomdan xuftongacha berilaveradi. Malol ham kelmaydi, diqqat ham bo'lmayman, ishimga ham xalaqit qilmaydi. Chin dildan maslahatini beraveraman. Nomerimni qo'yib qo'yadi. Ammo kunduzgi vaqtlarga iltimos, men ishimga xalaqit bo'ladi. Chunki ham mol qarayotganimda to'g'ri keladi. Molni qarab, boshqa ishimni qilaman-da men. O'sha ishlarda endi telefonda gaplashtirishga mo'ljallangan asana kechiktiradida vaqtimni. Shuning uchun shom namozini hamma o'zini vaqtida shom namozini o'qib bo'lgandan keyin shunday xuftongacha har qancha ma'lumot keraksa beraveraman. Bo'ldi. Hozir aka bu yerda nechta molimiz bor? Hozir bu tomonda 13 ta. 13 bosh, 13 bosh. Tashlanganiga qancha bo'lgan? Bular mana shu turibdi-ku, Qashqamoldan barida. Bir 5 ta molga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Endi undan u yog'iga o'sha 10 kilo 10 ular bilan birga kelgan. O oldingi kommentariyada chiqetganlar aytdim-ku, 7 million 400 mingdan 5 million 600 minggacha deganlar, 10 million 700 ga ketdi deganlarim ketdi u mollar. Ketdi. O'rniga yangilanyapti. Monolar bu seshanba chiqib ketadi. Bu seshanba chiqib ketadi. Bitta haftada o'zi kuchimiz yetganda olib chiqib sotdik-da. Endi shunda daromad hozir o'rtacha hisoblaganimizda 1 million so'mdan to'g'ri kelyapti. 800 mingdan aytsam yetadi deb yozishgan ekan. Meni ko'nglimga tegmadi, prosta sal haligi bo'ldi. O'shaning uchun bu ertak emas. Akalar, sohatiga qo'yib qo'ysa bo'ldi. to'ppa-to'g'ri. Endi haliga to'g'risiga biz ham insonga ilinishga harakat qilamiz. To'g'ri, bizniki ham masalan siz men ochiq gapiraveraman-da aka, men ham xuddi sizga o'xshagan haliga nimasi bo'ladi? Dangalchiroqman desa bo'laveradi. Akalar, ochiq gapiriladi. Bunda hech kimga bu videodan menga masalan foydasi borki, masalan siz obuna bo'lasiz bizning kanalimizga, bizning kanalimiz rivoji uchun. To'g'risi gapda, bundan akamizga ham yo boshqasiga ham foyda yo'q. To'g'risi gap, buni orqasidan bir narsa umidvor emas hech kim. Faqat savob ilinchida mol boqib, faqat akalar. Birinchi o'rinda aka mol tashlangan zahoti nima qilish kerak? Siz masalan o'zingizda masalan shuncha sinovdan o'tgan holatingiz. Birinchi o'rinda mollarning sohatini, vaqtini qo'yish kerak. Yem ovqatda. Yem ovqat vaqtini tayin qilish kerak. Birinchi o'rinda tayin qilib olasiz. Misol uchun hozirgi sharoitda mana shu mollar 7 da yemini beraman. Birinchi o'rinda yemni solinadi. Yemni solinadi. Sekin-sekin asta-asta o'rgatib boriladi. Birdaniga ko'p yemni ko'tarilmaydi. O'rgatib, go'ngiga qarab berib borilaveradi. O'sha 7 da beraman. Har kuni har qanaqa vaqt bo'lsa ham faqat sovuq maraka bo'lmasa bo'ldi. Yaxshilik bo'lsa, xotirjam bo'lsam o'sha 7:00 da o'sha yemini beraman. Har qanday vaziyatda. Keyin kechiktirib 4 da. 4 da yemini beraman. Ana shu 4:00 da berilsin. 4:00. Bo'ldi, o'sha vaqtda berilsin. Orqasidan suvni beriladi.
suvni ichirib bo'lib turib, sulusini o'sha somonga aralashtirib qo'yaman, drablikada chiqarilgan somonimga. Shu bir tog'oridan somonni o'sha sulusini berib qo'yaman, bo'ldi, tagini tozalanadi, yotaveradi mollar. Ana shu soatda qarasin, bo'ldi, hech narsa qilishmasin molga. Hozir nima yeyapti mollarimiz, jonivor? Mol- Bismillah. Sulusga Jon. som aralashgan shu yem yeydi. Yemga endi Yemdi tarkibi. 200 kilo makkani uni, 200 kilo makka. 250 kilo qozoq kepak, 200 kilo kunjara, 150 kilo chuluqda aralashtiraman. Aralashtiriladi. Hozirgi sharoitda mana shu yerdan shag'ida eski molim bir kuniga 5 kilo yeydi. Hop, demak, Ertalab 2,5 kilo, kechqurun 2,5 kilo. mana shu yerdan bag'i akalar, hop, 5 kilodan. Ertanman yangilarim. 1 kilo 700 ga chiqazdim. 1 kilo 700. Sekin 2,5 kiloga chiqib, 2,5 kilodan ag'ini mana shu hozir mana shu eng katta molim mana shu bo'lsa, mana shu molim ham ko'tarolmaydi. Soatiga qo'yishsa ko'tarilmaydi, lekin soatni buzib, har xil berishsa, mana shu mol 8 kilo yem yeyiladi. Lekin effekt 8 kilo yemnikini bermaydi, chunki buziladi ichkari. Hozir bu nimaga ko'tarilmaydi? To'shni o'sha soatda berasiz, rasxod kamda, o'shanga bu bo'ldi. Qoniqda shu bilan boshqa kirgani bilan yeyolmaydi uni. Qoldirib qo'yadi. Shuning uchun vaqtida berilsa, ozroq yem bilan to'yadi. Inson mana erkak kishi ko'p biladi, soldat. Soldat o'g'illar yaxshi biladi. Yangi borilganda armiyaga bir oy nonni bo'lgan o'g'illar boshqa kalta yeb yeyiladi. To'yilmaydi-da, uy sharoitida yeyiladi. Lekin bir oyda ichida odam ayda o'sha soatida beradi ovqatni, yotish turish hamma narsa sekundiga qo'yib qo'yiladi. Bir oyda ash 2 kishi bo'lkaga mashin meni tanamdagi odam bo'lsa ham to'ygan, ortgan. O'sha bitta taomga bo'ldi. Ortishni boshlagan, lekin o'ziga kelib nakachinni olib kelgan. Sababi soat belgi. Hamma narsa rejimda. Ana shu soatga, minutga, soatga qo'yib qo'ysa, mana shu 350 kilo, 400 kilo mollari bir kunda 5 kilodan ag'ini yeyolmay qoladi. Yeyolmay qoladi. Lekin soatni qo'yishmasa 10 kiloni ham yeyaveradi. Chunki chiqaraveradi-da. O'zi hazm qilib, o'zlashtirilmaydi, tanaga o'zlashtirilmaydi, promechikdaveradi. U degani hozir misol uchun 14 ming emasda 20 ming deyishsa ham mana unga ketaveradi. Axlatga chiqib ketaveradi. O'shaning uchun soatga qo'yilsa bo'ldi, tamom. Haligi aytganingizga yana hali ilgari ota-bolamizning gapi bor. Ey, to'qchilik zamonida yashaymiz. Bir o'sha paytlarda urush zamonlarida bitamayizda 40 kishi bo'lib yegan dedi-da. Uncha-muncha hozir hali aytsangiz ishonmaydi, lekin akalar, bu haqiqat, rivoyatda nima bo'lsa ham akalar, haqiqatdan olinib kelgan bo'ladi-da aka, to'g'rimi? Bu bekorga aytilmaydi. Shuning uchun akalar, avvalo mana eshitganingizdek rejim. Aka, endi masalan bitta inson, endi shaytonni ham hali tasavvur qilib ketsakda, endi tasavvurni uyg'otamiz-da. Hop, tasavvur qilib ketsak, bitta molni olindi, yangi olib tashlangan. Unga birinchi o'rinda o'sha soatini aniq qildik. Qanchadan yem berib tursa ma'qulroq. Masalan, boshlanishi. Effektda shunday aralashtirilgan yem bo'lsa 1,5 kilo. Hozir cho'mishni ko'rsatib qo'yalaylik, haligi odamlar qiynalmasin, mana shu yerda. Ustamiz dedimi, o'zi usta cho'mish bor, rastor qiladigan. Bismillah. Mana shu cho'mishda 3 cho'mishdan boshlanadi. 250 kilonimi, 300 kilonimi mol olib keling bo'lsa ham. To'ldirib o'sha aralashtirib, mayetgani aralashtirib 3 cho'mishdan boshlanadi. 3 kun beriladi. 3 kun. 4-kuniga ertalabkisiga yem qo'shayotgan odamlar hammalaringga bitta yana ham to'g'ri ma'lumot aytib ketdik. Faqat yemni qo'shayotgan odam ertalabki nahoriga qo'shinlar, kechki tarafida qo'shmanlar. 4-kuni 4 cho'mishni beringlar, bosib. Kechquruniga 3 cho'mish. Ash holatda 2 kun bersalaring, go'ngirganda qarasalar go'ng suyulsa, demak u molga yetdi. Ashunday holatda berib turasiz. Go'ng sekin qotishni boshlaydi. Qotishni boshlaganda kechqurungisiga ham 4 cho'mish qilishni boshlaysiz. Ashunday boraverasiz, o'shanday to'xtamay boraverasiz. Hop, o'zi yana go'ngda qotishni boshlaganda ertalabkisiga keyin 5 cho'mish qilasiz. Ashuna 6 cho'mishga to'liq olib chiqqanlarida 2 kilo 750 gram, 2 kilo 700 atrofida yem bo'ladi bir mahaliga. Bir mahaliga. O'sha mayetga o'sha 5 kilo, 5 rasa borsa 5,5 kiloga boradi. Shu bilan to'y. Ash holatda bo'lsa 2 oyda mol o'sha aytgan 3 millionimda endi 1 million 200 ming ketadi qo'ysa 2 millionim. 2 oyga 1 million so'mdan tashlaydi. Tashadi, ko'zim bilan ko'rdim, dakizat qila olaman. Guvohi bu. Mana molni eng zo'r vaziyat holati go'ng mana shu holatdan o'zgarmasin. Bundan qorayib, sal qatsa yem kamlik qilayotgani, bundan suyulsa yem ko'plik qilayotgani. Mana yaqinroqdan ko'rsataylik endi. Faqat suzma holatda bo'lsa yem normalni bo'layotgan bo'ladi. Qatsa ozayotgan bo'ladi, suyulsa ko'payotgan bo'ladi. Hop, yana nima o'sha savolni tushunmagan yeri bo'lsa telefon qilish olsa shomdan keyin
molxona qurdiradiganlar bo'lsa, ular ham telefon qilishaversin. Xudoga shukr, o'zimizni qo'limiz tegsa o'zimiz, bo'lmasa shogirdlar va sheriklar va jo'natamiz. Jo'nat. Faqat shomdan keyin telefon qilsa iltimos, mana shuni xalqimizdan so'raymiz. Bo'ldi akalar, mana shomdan keyin hech kimga bir-birimizga hali aytadi, xalaqit bermagan holatda hop maqsak maqsadga muvofiq endi hammani o'zini vaqtiga qarab maqsak inshaalloh maqsadga muvofiq hamma narsani o'zini vaqti bor. Hop kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosing. Unaqa ko'p soatli video olmadik. Nimaiki yemni ham berib qo'yishdi mana. Oddiy somon mana ko'rib turganingizdek silos, donli silos mana donli donlari ichida turibdi. Donli silos aralashtirib berilgan, yemlar yuqoridagi tartibda beriladi. Hop 2 oyda 1.200.000 so'm, 1 oyda 600.000 so'mdan xarajati bor. 2 oyda hop demak 1.200.000 so'm ajratib chiqarasiz. Shu tartibda inshaalloh foydani ham mana akamizni o'zlaridan eshitdingiz. Xotirjam telefon qilib ma'lumotingiz o'zingizga kerakli hop maslahatlar bo'lsa, hop bemalol olaverasiz. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun like berdik. Yoqqan bo'lsa biz xursandmiz. Hammangizga kuningiz fayzli bo'lsin.